Erkak kishi bo'lsa bir gap o'zi aytadi. Menda hammasi joyida. Ko'pchilik aytadi, siz psixologsiz, siz ko'proq ayollarga yon bosasiz, shuning uchun ko'proq kelinlarni, ayollarni yonina olasiz deyishadi. Yo'q. Aslida bu bor haqiqat. Bizning mentalitetda, aynan O'rta Osiyo hududida aynan farzandli bo'lish yuklamasi ko'proq ayollarga tashlangan. Nimaga? O'zi evolyutsiya nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, ayollar bu ko'proq onalik vazifasi bilan bog'liq bo'lsa, otalik vazifasi bu boqish, himoyalash, ta'minotga borib taqaladi. Shuning uchun ham ko'pchilik oilada mana e'tibor bergan bo'lsanglar, shifokorga borishsa, asosan ayol kishi vrachga boradi. Birinchi o'rinda akusher-ginekologga boradi, endokrinologga boradi, UZI qiladi, tekshiruvlardan o'tadi, gormonlarni tekshirtiradi. Erkak kishi bo'lsa bir gap o'zi aytadi. Menda hammasi joyida. Ishonasizmi? Yaqinda hali bir oy bo'lmadi, qabulimga bir juftlik keldi. Taqdir taqozosi bilan shunaqa bo'lganki, ikkala juft a'zosini ham bu ikkinchi turmush ekan va qiz birinchi turmushda unaqa uzoq muddat yashamagan. Yigit bo'lsa, o'sha birinchi turmushdan bitta farzandi bor. Va menga shunaqangi zapros bilan kelishyapti. Orada farzand yo'q, hali bo'lmadi. Taxminan bir 3 yildan beri farzand yo'q. Doktorlarga bordik, ginekolog hammasi ko'rdi, hammasi joyida, lekin baribir farzand bo'lmayapti. Sizga yuborishdi, как psixoterapevt sifatida ko'rib bering, muammo miyada ekan deydi. Analizlarni ko'rib chiqaman. Endi baribir vrachimiz, men ginekolog bo'lmasa ham umumiy bilimga egamiz. Haqiqatan kelin-poshida hammasi joyida. Hech qanaqa gormonda, hech narsada muammo yo'q. Afsuski shunaqa holatlar ham bo'ladi, ya'ni juftliklarning birida yoki ikkalovida ham hammasi joyida bo'ladi, lekin baribir farzand bo'lmaydi. Ko'rib chiqdimda so'ramay, kuyov bola, sizni tekshiruvlaringiz qani? Spermogramma topshirishingiz kerak, urolog o'zini maxsus tekshiruvlari bo'ladi. Men birinchi turmushimda farzand qildirib qo'yganman, menda hammasi joyida deyaptilar. Yo'q, bundan oldingi turmushda farzand bo'ldi degani hozir ham hammasi joyida degani emas. To есть, men o'sha payt nasl qoldirish qobiliyatim bo'lgan-ku, haligacha shu narsa bor. Bor shamollashlar bor varikotseliya degan kasallik. Ko'pda, misol uchun urologik kasalliklarni ham ko'radigan bo'lsa, juda ham ko'p va ular ham oxir oqibatda yoki surunkali stress bo'lishi mumkin. Bu ham albatta o'zini ta'sirini ko'rsatmay qo'ymaydi. Lekin baribir oilada urg'u ayol kishiga ketyapti va eng muhimi ayollar o'zida ham shunaqa fikrlash borda, muammo menda degan tushuncha bor. Men farzand bera olmayapman, men bo'yimda bo'la olmayapman, demak menda nimadir joyida emas, nimadir ne to.